xudoyim, bu juda ham baland. Platformaning silkinishini qaranglar. Biz bir necha 10 metr balandlikdamiz. Qaranglar. Va bu bir necha halokatlilardan biri. Og'riqli, mutlaqo aqldan ozdiradigan to'siqlardan bu videoda Mak o'tish kerak bo'ladi. Agar Mak hamma 6tasidan o'tsa, u $800,000 qo'lga kiritadi. Bu jinnilik, u qilgan ishlarni men qila olmasdim. Xudoyim, uroshiga sal qoldi. Birinchi bosqichni o'zida yutqizishi mumkin. Yana ikkita sakrash. Yo falak. Oxirgi sakrash qoldi. Sakra olmasligim mumkin. Va albatta bu eng qiyini. U yerda ikkita bolg'a bor va masofa hammasidan kattaroq. Sen qila olasan. Ishonchim komil emas. Mak, oldinda 800,000. Bolalar, bu qisqa video bo'ladi-yo. Silkinmaydigan platformada turmasam ham qo'rqyapman. Oldindan xursand bo'lma. Bu 6ta bosqichda eng osoni edi. Keyingisiga ketdik. Bundan qiyinroq bo'lmaydi-yo. Aslida bo'ladi. Va Mak hamma 6ta halokatli to'siqlardan o'tgandan keyin $800,000 qo'lga kirita oladi. Mak, tayyormisan? Bilmayman. Javob yo'q. Biz hali bir necha 10 metr tepalikka ko'tarilmadik. Yana tepagami? Mana ikkinchi bosqich. Avvalroq aytganimdek, u yanada qiyinroq bo'ladi. Ko'zingdigini yech. Oldingda sen yoshlikda o'ynagan ikkita o'yin bor. Taxta va ustun. Sen ulardan bittasini tanlab boshqa tarafga o'tishing kerak va ustingdagi kamarlarni yech. Yo'q. Yo'q. Agar u qandaydir sabablarga binoan bosqichdan o'ta olmasa, u 30 metr balandlikdan setkaga qarab tushadi. Birinchi bosqichda va 800,000 kuyadi. Jimmy, o'zingni bos. Bu oxir ikkinchi bosqich. Nima deganing? $800,000 yutib olish oson bo'lishi kerak emas. Xudoyim, jigar. Xo'sh, u ustunlarni tanlaganga o'xshaydi. Uchishiga qarash naqadar qo'rqinchli. Agar u birinchi ustunga o'tsa, orqaga yo'l yo'q. Kelinglar ko'ramiz, o'tarmikin unga? Bo'pti. Oldinda 800,000. 3 Pastga qarama. Ortga yo'l yo'q. 2 Ya xudo! Bo'lmak! Bo'l, tushib ketma. Iltimos, tushib ketma. Iltimos, tushib ketma. Qalisan. Bu jinnilik. Bilaman, bu qiyin, lekin pullar qara mana bu yerda. Davom et. Bunisi uzoqroq ekan. Voy, Mak, uzoqroq, qiyinroq. Yo'q. Xudoyim. Mak, sen yarim yo'lga yetib qolding. Sen yutqizganlaringni esla. Yana takrorlama. Mak, sen tushib ketsang yangi ishtirokchi qidirishim kerak. Voy, xudoyim. Xo'sh, ozgina qoldi. Xo'sh, uzuna. U yaqinlashdi. Voy, juda zo'r kadr. Iltimos, tushib ketma. U juda yaqin. Voy, xudoyim. Agar bu psixmak kim deb so'rasanglar, bu ikkita oldingi video ishtirokchisi va u ikkala videoda yutqizganiga qaramay, uni butun xalq sevdi. Shuning uchun men unga reabilitatsiyaga imkoniyat berdim. Va bu pullarni butunlay yutib olishi uchun. 3-bosqichga xush kelibsan. Nimada bu, Jimmy? Balkim seni qo'rqimchili tushing. Ko'rib turganingdek, hamma avvalgi bosqichlar faqat seni kuchingni sinar edi. Bunda sen yaxshi ekansan. Lekin bu bosqich seni aqlingni sinaydi. Qizil tugmani bosib tur. Bo'pti. Ko'rib turganingdek, yerda yo'l yonib turibdi. Butunlay yongunicha kutib tur. Keyingi bosqichga o'tish uchun sen faqatgina yashil yo'lini bosib o'tishing kerak. Tugmani qo'yib yubor. Bu yerda muammo. Sen ularni yodlab olishing kerak. Senda ro'parasi 30 daqiqa bor. Sen yashil yo'lakchalarni to'ldirib borishing kerak. Agar sen qizil hududni bosib qo'ysang, seni pullaring portlab ketadi. Mana qalqon. Xudoyim. Seni bombadan himoyalaydi. Taymerni yo'q. Olg'a. Va u ketdi. Yomg'ir bilan dramatikroq ko'rinar ekan. Xo'sh, birinchi qadam. To'xta, o'chira O'zganingni gapir. Bu menga kerak emas. Bu menga yordam bermayapti. Men qalqonimni ko'tarmadim.
Mak, orqaga qaytmasligingga ishonching komilmi? Yo'q, men Rosan tugmani xohlagancha bosing bo'ladi. Agar qadamingda ishonching komil bo'lmasa, ularni portlata olmagin. Deyarli 5 daqiqa o'tdi. kerak emas. Ha, hali boshidasan. Kerak emas. Mak, sen 1 daqiqada bitta qadam tashlayapsan. Xo'p bo'ladi, rahmat Bu Karol. yerda 30 ta kafildan ko'proq. Hop. Yaxshi, ketdik. Okey. Sani ishonching komilmi? Yo'q. Ular portlamasligiga. Ishonchim komil emas. Okey. Baribir qadam bosasanmi? Ozgina ishonchim komil. Wow, u aqldan ozyapti. 23 daqiqa qoldi. Sen qadam bosingmi, bosmaymi deguningcha, senga eslatib o'taman. Bu sani oxirgi imkoniyating. 800 ming yutish uchun. Agar sen yana yutqizsang, biz seni boshqa chaqirmaymiz. Hozir to'g'rigami yoki qatga? Nima so'rayapsanmi? Jimmy, Men bilmayman. senga mani pullarimni yutishga yordam beraymi? Kerak emas, shart emas. Shu paytgacha Mak shunchalik uzoq yo'l bosdiki, hattoki uni bir qadami 6 daqiqagacha oshdi. U nima qilsa ham, u har safar oxirgi qadamlarni esdan chiqardi. Pastga 3 ta bo'ldi. 1 2 3 4 4 bas. O'ylashimcha bu yoqqa. Bu yer o'rganilmagan hudud. Bu yerga birinchi marta kirishim. Sanda 9 daqiqa bor, qaytib tashlab yuborsang bo'ladi. Bo'ldi, u uxladi deb o'yladim. Bu yerdan yagona yo'l faqatgina to'g'ri. O'ylashimcha, Mak, ha? 700 ming dollar yutqizgandan keyin holating esingdami? Undan keyin 800 ming. Tez o'ylab turaman. Ko'ngil xotirjam bo'lish uchun tugmani yana bir bor bosib ko'rmaysanmi? O'zing hal qil. O, sen orqaga ketdingmi? Bunisi oxirgisi. Hop. To'rtta 12, to'rtta 12. Mak qolgan yarim vaqtini yo'lakini qayta va qayta qaytarish uchun ketkizdi. Umid qilamanki, u keyinchalik yana boshiga qaytib borganiga afsuslanmaydi. Lekin Mak nihoyat oxirgi qadamlarini bosishga o'tganida, 12 bo'ldi. yaxshi, uni vaqti juda qisqarib ketdi. 4 daqiqadan kam vaqt qoldi. Qanchadan? Voh, Mak xudoyim. o'ylashimcha yurish kerak. Hech kimni quloq solmang aka, faqat o'zingizni. Omad, Faqat sen va kafillar. mani yuragim rostdan ham qattiq urib ketdi. Bu juda asabiy holat. Bu bosqich uchun unda 30 daqiqa bor edi. Endi 3 dan kam qoldi. Yana bitta noto'g'ri qadam va u 800 mingni yana yo'qotadi. To'rtta, hop. To'rtta endi bu yerga 1 2 3. Mana shu yerda u o'tgan safar qotib qoldi. Yo xudo do'stim, vaqt ozgina qoldi. Hali vaqt bor. Portlash ehtimoli juda baland. Xo'sh, Jinursin. Mak 10 soniya qoldi. To'xta, u yog'ini bilmayman. Okey, sen sakrasang bo'ladi. Cheki sakra. Vaqt yo'q. Sakra. Sen ulgurding. Mani ko'tarmaganidan xursandman. Bu yoqqa kel, bu yoqqa kel, Yo'q, iflos. menga tashlanishdi. Agar Mak qizil yo'lakni bosib qo'yganda, xullas, keyingi bosqichga ketdik. Keyingi bosqich juda oson ko'rishi mumkin, lekin ishonchim komil, u seni buzib tashlaydi. Bu Wow. 4-bosqich. Bu to'sqinlar tepada bo'lmagani bilan, lekin bu yerda ko'rib turgan to'sqinlaring